xullas kalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charcham? Anchadan beri ayollarga Ustoz kechiring, Huvoydapan, ustoz kechiring. Yo, endi kech. U betofiqni kechiring, bilmasdan shunday ish qilib qo'ydi. Uzr so'rayman. Aslida? Aslida nima? Yo'q. Yana qo'l qo'yapti ustoz, unday qilmang. Men xafa bo'lavermayman. Yo, biz xursandmiz. Juda ham boshimiz ko'kka yetgan, ana shukurlarga yetkazganiga Allohga beadad shukr deymiz. Rahmat. Sizni televizorlarda ko'rib biz orzu havas qilganmiz. Rahmat. Hozir mana sahnada yakkama-yakka turib yanchyapmiz. Rahmat. O'ylayapsiz. Ustoz, yana kechirim so'rayman. Yo'q, Yana bir betofiqlik qildi. shundoqmi? Ustoz, kechiring. Siz bilan dardlashmoqchiman. Ha, dardlashmoqchimisiz? Unda Ajrashsammikin? nimaga ajrashmoqchisiz? Kelin bo'lib tushganimga 20 yil bo'ldi. Voh. Hali ham qaynonamga yoqmayapman. Yo'q. O'zi kelgan yilimoq yoqmovdim. O'quvsiz kelin, qo'lidan bir ish kelmaydi. Mana hozir siz hamma narsani sindirdingiz-ku. Ana shunaqa bir palakat kelin ekan degan nom olganman, Xudoga shukr. Haligacha shu nom meni tark etgani yo'q. Ko'chaga chiqib kelsa bo'ldi qaynonam. Palanchani kelini zo'r tikuvchi ekan. Qani, Xudo beribdi uni qaynonasiga. Material ko'tarib o tikuvchiga bormaydi, bu tikuvchiga yugurmaydi. Kelini tikuvchi tekinginaga tikib beradi. Men sho'r peshana kelin ko'rib nima ko'rdim dedi. Bechora qaynonam shu alamda, shu armonda o'lib ketmasin deb men bechora tikuvchilikda ham o'rgandim. Hozir butun mahallani ko'ylagini tikyapman, Valijon aka. Endi bir maqtov eshitamanmi dedim, yo'q. Hali ham shunaqa o'quvsiz kelinman. Palanchani kelini ana ingliz tilidan dars beradi. 10 ta bolani uyiga olib kirib o'qitar ekan, ana har bittasi 3 milliondan pul bersa 30 million, 50 million, 60 million pul topyapti. Ana o'shalar mazza qilyapti. Siz ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Ingliz tilini biladiganda oson bo'lmasmidi dedi. Shu qaynonam ko'ngli to'lsin deb ingliz tilini ham o'rgandim. O'rgandingizmi? Ha? Qoyil. 1 2 3 4 5. Shuncha umr hayf. Shunda men endi rahmat eshitdimmi? Eshitdingizmi? Baloni. Yo'q. Hali ham o'quvsiz kelinman men chalpak. Ha, nimaymish, palanchani kelini zo'r doktor. Ana kelinmisan kelin, qaynonasi o doktorxonadan bu doktorxonaga yugurmaydi, tabibga, folbinga bormaydi, peshonaginasida doktor kelini bor, o'zi davolabgina qo'yadi dedi. Endi men nima qilay endi? Doktorlikni ham o'rgandingizmi ya? 40 dan oshganda endi doktorlikni o'rganaman degancha o'lib ketaman-ku men. Qayga ham borardim ajrashib. O'rganaman doktorlikni ham. Xudoga beadad shukr. Mana shu qaynonamning noroziligi mana orqasidan tikuvchi bo'ldim. Ana. Ingliz tili bo'ldi. Ingliz tili bo'ldi. Ana